Proyekt menejer lavozimi haqida gaplashamiz. Bizga ko'p savollar bo'ladi. Shogird tutsam bo'ladimi yoki boshqa sohada yurib kelgan bo'ladida mebelga kirmoqchi bo'ladi. Eng oson, eng tez kirish yo'li proyekt menejer lavozimi. Bu lavozim katta korxonalarda bo'ladi. Ko'pincha katta korxonalarda zakaz olingandan keyin rahbarning vaqti yo'q u narsaga. Rahbarning vaqti bo'lmagandan keyin vazifa zakaz olindi, u jarayonning ichida bitta odam mas'ul bo'ladi. O'sha mas'ul odam zakazlarni keyingi etaplarga o'tkazishi, qaysi otdeldan o'tyapti, nima kamko'st bo'lyapti, zapchastlar yig'ilishi, borib topshirilishi, nimadir kamko'st bo'lib qolsa, o'sha narsani vaqtida yetkazib berilishi, ustanovkani qilib oxirida klientga topshirgungacha mas'ul bo'ladigan vazifa. O'shaning uchun mana shu vazifada ishlashni tavsiya qilamiz. Tap etib pul bo'lgan taqdirda ham mebelga kirib qolgandan ko'ra proyekt menejerga kirsa, hamma rahbarni bo'ynidagi muammolarni bemalol ko'ra oladi. O'shaning uchun mana shu lavozimni tavsiya qilamiz. Yaqinda ham yozishyapti, shogird tushmoqchiman. 1 yil, 2 yildan keyin o'zim sex ochmoqchiman deyapti-da. Shogird bo'lib menda yurgandan ko'ra, undan ko'ra proyekt menejer lavozimida ishlasin. Lekin agar o'zini xohishi, keyinchalik mana shu sexi bo'lmasligi yoki prosta vaqt uchun ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, foydasi yo'q. Chunki bu yerda xuddi rahbar hamma stresslarni qabul qilgandek, proyekt menejer ham qabul qilish kerak. Bu vazifa o'rtacha oylik kamida 6-7 million pul topadi. Uni KPI'ni belgilasa, bemalol 15 milliongacha pul bemalol topsa bo'ladi. Bu pulida emas muhimligi. Muhimligi bu sohani ichiga kirib, mana keyinchalik mana shu soha tortib keta olamanmi, yo'qmi? Hamma muammosini ko'rib olish uchun mana shu lavozimni ko'p joyda shakllanib qolgan.